Assalomu alaykum, hurmatli kanalni kuzatib o'tirgan do'stlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa 31-sonli maktabni orqa tomonida bir qavatli hovli joyimiz sotuvda. Xudo xolasa barcha jihozlar bilan bo'ladi do'stlar. Yurtimizga kirgandan dalon mo'minliklarimiz hamma narsamiz bor do'stlar. Fotolarimiz figura qilib ishlangan do'stlar. Devorlarimiz fon bo'ladi. Bu yanimizga kelaversak, Xudo xolasa bu yanimizda bir xonasi bo'ladi. Yurtdoshlar, shu yerda bir narsani aytib o'tib ketamiz. Haqlovchilar bo'lsa, reklama chiqaracak bo'lsangizlar, mulklarni sotacak bo'lsangizlar, bizning kanalda bemalol tez sotilib turibdi do'stlar. Telefoningda reklama chiqarib berishimiz besplatni, bepul. Bu yerimiz spalnisi bo'ladi endi. Bu yerimiz spalni. Bu yerimizga kelaversak, Xudo xolasa, bu yanimizdan bir spalni, yurtimizda mebellarimiz bor, hamma narsamiz bor. Yerimiz ayollar uchun oshxonasi bo'ladi. Doğrumuzda Samuel hajatxonasi. Restoranımız, hamma narsamiz bor, kafe. Do'stlar, atizli joyda izlang, atizli joyim sizlarga Xudo xolasa, nega yurtlarimizning atizlarimiz ham bor. Katta atizlar ham bor. Yurtdoshlar, narx ekranda yoziladi. Telefon nomerlaringizni kutib qolamiz. Mulklarni sotsak bo'lsangiz ham bemalol telefoninglar.